shuncha yildan beri yurg'izayotgan narsalarim qaysidir ma'noda noto'g'ri bo'lganini tushunib yetdim. 2020-yilda bizda hamma narsa bor edi. Brending ham bor edi, naming ham bor edi, Telegram botan qilib berardik, saytdan qilib berardik. SMMchilar bilan ishlashyapti-da, bo'ldi shu narsani qilsam, meni ishim bitar ekan, men shu orqali klient olar ekanman deyishyapti. Lekin Bu narsani tushunishimizga ham 2 yil vaqt ketdi-da. Именно shu joyda qotib qolganman. Asosiy muammo mana shu narsani lichniy brend orqali, shaxsiy brend orqali odamlarga to'g'ri yetkazib berishimni. Sizga shaxs sifatida menda simpatiya bo'lmasa, ya'ni yomon ko'rsam, sizga yoqtirmasam, jinim suymasa, bu yerda sotuv bo'lmaydi. Shu joyda tadbirkor bilan spetsialistni tili-tiliga to'g'ri kelmayapti. Keyingi 6 oyda nechta odamga xizmat ko'rsatmoqchisiz aynan onlayn sotuvini yo'lga qo'yib berish bo'yicha? Qanaqadir miqdorda уже menga целевой auditoriya qo'shilishni boshlayapti. Lekin men ularni sanolmayapman. И так далее. Bu yerda уже prosmotrga ishlashi shart emas. O'zi organika bo'yicha bilmayman, target bo'yicha bilaman. Nechta zaprosga, nechta sotuv bor? Azizlar, assalomu alaykum. Bizda yangi rubrika razbor formatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugungi kunda shaxsiy brendini rivojlantirish endi boshlayotgan yoki уже qanaqadir bu yerdagi harakatlarni qilib bo'lgan odamlarni ko'rsatuvimizga chaqirish orqali bu yerdagi xatolarni, kamchiliklarni va yetib borish mumkin bo'lgan yo'ldagi qilinadigan ishlar va yetib borish mumkin bo'lgan natijalarni ko'rish maqsadida razbor rubrikasini yo'lga qo'ymoqchimiz. Ko'ramiz qanchalik qiziq bo'ladi, qanchalik foydali bo'ladi. Bizning birinchi mehmonimiz mana eng yaqin akalarimdan bittasi Miraz aka. Men bularni juda ham yaxshi taniyman. Men bizning darslarda ikkinchi potok offlayn darslarimizda o'qiganlar. Undan tashqari, undan oldin ham bizni hamkorlik bo'yicha, boshqa bo'yicha o'zi gaplashgan edik, ishlash arafasida bo'lgan edikki, hozir bularda bloklari bor. 88.500 ta podpischiklari bor va bu yerdagi o'sish nuqtalarini ko'rish maqsadida bugungi uchrashuvni tashkillashtiramiz. Qanchalik qiziq bo'ladi, qanchalik foydali bo'ladi, ko'rsatuv davomida o'zingizlar baho berasizlar. Bizning maqsad bu insonni razbor qilish davomida sizdagi bo'lishi mumkin bo'lgan xatolarni ham, sizdagi bo'lishi mumkin bo'lgan qaysidir qarorlarni ham shaxsiy brendingizni rivojlantirish doirasida qanaqadir yechimlarni ko'rsatib ketishdan iborat bo'ladi. Miraz aka, o'zingizni tanishtirishdan boshlasangiz, bu kamera sizga. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Miraz Sultonov. Hozirgi kunda SRC Energy va SRC Castings korxonalari rahbariman. To'g'risini aytganda 5 yildan beri shaxsiy brend yurg'izish harakatidaman. Shu 5 yil ichida qanaqadir ma'noda o'zimni shaxsiy brendimni rivojlantiryapman deb o'ylaganman-u, lekin xatolarim borligini va bu xatolarni qanaqa to'g'rilash mumkinligini siz darsingizga kelmasimdan oldin bilmas edim. Siz darsingiz kelganimdan keyin bu xatolarni hammasini o'rganib, ko'rib va shuncha yildan beri yurg'izayotgan narsalarim, nima deydi, qaysidir ma'noda noto'g'ri bo'lganini tushunib yetdim. Hozirgi kunda ham o'zimni shaxsiy brendimni yana dalshi davom ettirishga harakat qilyapman. Shaxsiy brendni o'zi aslida yurg'izishimdan asosiy maqsad bizneslarimga qanaqadir ta'sir o'tkazish bo'lgan. Nima bizneslaringiz bor o'zi hozir? Hozirgi kunda quyosh panel savdosi, undan tashqari qora metallurgiya va og'ir sanoat turiga kiradigan производствоmiz bor, metal qo'yamiz. Hozir mana eng asosiy menga kerak bo'layotgan narsa 3-chi yo'nalish qo'yamiz, ya'ni konsalting yo'nalishini qo'yamiz. Offline bizneslarni onlaynga ixtisoslashtirish bo'yicha. Ya'ni offlaynda o'zini ishini yuritayotgan, mahsuloti yoki xizmatini yuritayotgan odamlar o'zini biznesini onlaynga olib chiqib berishga yordam beramiz. Shaxsiy brendni yuritib, asosiy o'zimni tanitishimdan ham asosiy maqsad hozir shu bo'lyapti. O'zimni tanitish orqali odamlarga mana O'zbekiston bozorida offlayndagi bizneslarni onlaynga ixtisoslashtirib beradigan odam bor, spetsialist bor va bu narsani sizlar o'zingizlar men bilmayman, menga to'g'ri kelmaydi degan ichidagi noto'g'ri fikrlarni yo'qotishga oid bo'lgan fikrlarni aniq qilish uchun, nima deydi, yo'qotish uchun xullas shaxsiy brendimni rivojlantirmoqchiman. Zo'r. 5 yildan beri mana shaxsiy brendingizni qo'yasiz. 88.500 ta podpischikingiz bor. Bugungacha blogingizni yuritishdan o'zi maqsad nima bo'lgan? Qanaqa o'zi rezultatlar olgansiz bu yerda?
Ochig'ini aytganda, blog yuritishdan hech qanaqa maqsad bo'lmagan. Endi hozir mana maqsad paydo bo'ldi. Ya'ni shu yangi yo'nalishni oldinga surib turib, shu orqali konsaltingingizni rivojlantirish hozirgi основной xohishingiz konsaltingingizni rivojlantirish uchun blogingizni lekin shu paytgacha anaqa ham bo'lmagan, hech qanaqa maqsad hozirgacha mana yuritganingizni lifestyle qilib, prosta bu yoqdagi maqsad qanaqa ishlayotganini ko'rish bo'lgan. Ha, maqsad qaysi ma'noda maqsad bo'lganda, Instagram qanaqa ishlayotgan zamonni orqada qolib ketmasligini o'rganishdan iborat bo'lgan. Boya aytdingiz, menda o'sha blogim yurganda anaqa qilmagan, unchalik foydali bo'lmagan degan narsani aytdingiz. Menimcha foydali bo'lish ham baribir nisbiy. Hozir kichkina boshqa bizneslaringizni aytmadingiz, men bu tog'dagi dachiga klient ketgani, men bu solnechniy panelni sotilish jarayonidagi bo'lgan ishlar men o'zimga aytib berganingiz, ularni bular ham qaysi ma'noda aslini olganda rezultat, bular ham yuzingiz bilan chiqayotganingiz, mana shu yerda o'zingizni qanaqadir blogingizni olib borganingiz, odamlar sizni qosh ko'zingizga ishonib sotib olayotganiga yordam bergan texnika. Endi keyingi harakatingiz davomida keyingi mana hozir shaxsiy brendingizni yurityapsiz, Instagramingizni, YouTube'ingizni bo'lishi mumkin, o'sha TikTok'ingizni bo'lishi mumkin. Nima qilmoqchisiz? Nima основной xohlayotgan narsangiz nima? Lifestyle'da endi ketmoqchi emassiz, boshqacharoq qilmoqchisiz. Основной xohlayotgan narsangiz nima hozir? O'zi aslini olib qaraganda, asosiy fokusim shu konsalting yo'nalishiga oid bo'lgan auditoriyani yig'ib turib, asosiy maqsad shu auditoriyadan mijozlarni jalb qilish hozirgi kunda. Konsalting servisingizga, konsalting servisimga. Konsaltingingiz nima qiladi? Ko'rayotganlarga qisqacha aytib bering. Boya aytib o'tganingizdek, men faqat o'zimni lichniy blogimda emas, balki 5 yil ichida internet marketingni o'rganishimni boshlaganimdan beri menda bitta yo'nalishni faqat shaxsiy brendga qaratmaganman-da. Har bitta biznesga alohida profil ochib turib, faqat sotuvli videolar orqali anaqa qilaverganman, profillarni yurg'izurganman. Quyosh panellarida ham, zavodda o'zida ham, boshqa bizneslarning o'zida ham hammasida alohida profillar bo'lgan. Bitta narsani, uchala narsani bitta profilga bog'lab qo'ymaganman-da. Shular orqali sotuvlarni amalga oshirib shu paytgacha kelganman. Lekin o'zimni lichniy profilimda, o'zimni lichniy brendimni bitta yo'nalishga qaratib qilishga endi mana hozir konsalting xizmatini yo'lga qo'yib turib, shu narsa orqali harakat qilmoqchiman. Menga ayting, konsaltingingiz nima qilib beradi? Men biznesmenman, sizdan konsalting olmoqchi bo'lsam, nima bo'yicha men konsalting qilib beraman? Biznesimni tizimlashtirish bo'yichami yoki boshqa narsa bo'yicha, marketing bo'yicha, nima bo'yicha men konsalting qilaman? Sizga konsalting xizmatim offline bizneslarni onlaynga ixtisoslashtirib berish bo'yicha. Ya'ni siz offlaynda tadbirkorsiz, mahsulotingiz yoki xizmatingiz yoki ishlab chiqaruvchisiz. Hamma bizneslar hozir O'zbekistonda asosiy bizneslar o'zi offlaynda. Aytaylik, bozorda do'konim bor. Bozorda do'koningiz bor. Siz onlaynga chiqish orqali o'zingizni savdo kanallaringizni bir necha barobarga ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizni o'zingizni bozorda do'koningiz bor, bitta do'koningiz bo'lsa, bir dona savdo kanali bor degan so'z. Agar siz bunga Instagram, marketplace'larni qo'shib yoki TikTok, YouTube'larni qo'shadigan bo'lsangiz, har bitta sizni qo'shayotgan platformalaringiz sizga alohida savdo kanali sifatida xizmat ko'rsatadi. Bitta dona Instagramni o'zi sizga savdongizni 2 barobar, 3 barobar ko'tarib berishga bemalol ishlaydi. Tushundim. Siz keldingiz menga marketplace'larni YouTube, TikTok, Telegram, Instagram ulab berasizmi demak? Yo'q, faqat ulab berish emas, umumiy kompleksli xizmat ko'rsatamiz. Biza tadbirkorni ijtimoiy tarmoqda borligini ta'minlab beramiz, birinchisi. Ikkinchisi, ijtimoiy tarmoqdan kelayotgan klientlarni ularni tizimlashtirib beramiz, avtomatlashtirib beramiz. Sotuv bo'limi qo'yiladi va sotuv bo'limi orqali sotuvgacha bo'lgan jarayonlarni hammasini, protsesslarni qo'yib beramiz. Tushunarli. Hozir mana katta ishda bu, o'z umuman aytganda, mayli men Instagram anaqa tursa, men o'zim kichkina mana shu biznes bo'yicha tajribamdan agar aytsam, hozir mana hammasini bittada qilib berish qiyin. Hammasini agar bittada qilinsa, hammasidan bir shingil bo'ladi. Umumiy olganda hech qaysidan hech qanaqa bir yaxshi narsa qolmaydigan holat bo'ladi. Men o'rningizda bo'lganimda, misol uchun,
ozgina mana shuni anaqasini kamaytirgan bo'lardim. Misol, hamma ijtimoiy tarmoqlarni yo'lga qo'yib bermayman. Men mana shu sizga ijtimoiy tarmoqdan, aytaylik Instagramdan klient doimiy kelib, ular обработка bo'lib, sizga pul to'laydigangacha bo'lgan etapni sistemaga qo'yib beraman va o'sha yerdagi klientskiy bazangiz hammasi saqlanib qoladigan, bozordagi, offlayndagi klientskiy bazangiz ham, onlayndagi yangi sizga kelayotgan klientskiy bazangiz ham saqlanib qolib, u yoqdagi mana shu onlayndagi birinchi savdongizni qilishga yordam beradigan sotuv bo'limingizni onlaynga ixtisoslashtirib qurib beradigan servis qilib beraman degan narsani aytilsa, menimcha ancha tushunarliroq, ancha eshitayotgan odamga ham nima olayotgan narsasini bilib oladigan, bo'ldi mana shuni qilar ekanman, mana bunaqa narsa bo'lar ekan degan matematikasini qilishga ancha osonroq narsa bo'ladi. Sababini aytaman, mana biz o'z digital marketing sferasida yuribmiz. 2020-yilda biz mana shu ishni boshlaganmiz. 2020-yilda bizda hamma narsa bor edi. Brending ham bor edi, naming ham bor edi, Telegram botan qilib berardik, saytdan qilib berardik. Bizda IT produktlarni yasash bo'yicha servis bor edi, motion videolar olib berardik, operatorskiy xizmatimiz bor edi, marketing xizmatimiz bor edi. Endi bor edi, zo'r edi emas, bor edi. Misol, SMM xizmatimiz bor edi, shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha xizmatimiz bor edi. Hammasidan bitta kliyentimiz bo'lgan, lekin hech qaysida hech qanaqa qo'l bilan ushlaydigan, mana shu bolalar mana shu narsani yaxshi qiladi degan anaqamiz bo'lmagan, nomimiz ham bo'lmagan, yaxshi qila olmaganmiz ham haqiqatdan. Chunki dizaynimiz ham o'zi arzon edi. Unaqa zo'r emas edi. Marketingda ham, SMMda ham klientlarimiz bor edi. U yerda ham zo'r emas edi. Shaxsiy brendda ham u yoqli ham, bu yoqli ham emas edi. Keyin tushundik, nishalash kerak ekan, bitta narsani ushlash kerak ekan. O'shani mahkam ushlab, faqat o'shaning ichida aylanib yuraversa, bu yerda rezultat bo'lar ekan degan narsani ushlab, bu narsani tushunishimizga ham 2 yil vaqt ketdi-da. 2 yil mana shuning ichida faqat yurdik. Unaqa seriozniy pul, yaxshi pul ishlamadik. Nolisa ham endi noto'g'ri-yu, zo'r pul ishlamadi. Yururdik mana shu tochkani topmaguncha. 2023-2022-yildan boshlab SMM bo'yicha klient olmaslikni boshladik. Faqat shaxsiy brendga uje fokus berdik. Bu bo'yicha uje bozorda tanilishi, odamlarning miyasida mana shu sfera bilan assotsiatsiya bo'lishni boshladik. Brend endi men bu narsani nimaga aytyapman? Siz bundan buyog'iga o'zingizni maqsadingizni, o'sha shaxsiy brendingizdagi maqsadingizni mana shu konsalting servisingizni sotishga qaratmoqchi bo'lsangiz, sizni nima xizmat ko'rsatishingiz birinchi o'rinda tushunarli bo'lishi kerak. Sizdan ko'rayotgan odam sizni nimadir ish bilan assotsiatsiya qilishi kerak. Mana hozir qaysidir aytaylik, mana Asror shaxsiy brend assotsiatsiya. Yana kim bilandir aytaylik, bitta ism yonida digital marketing yoki SMM assotsiatsiya bo'lishi mumkin, yoki qaysidir narsa ism sotuv bo'limi assotsiatsiya bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa hozir birinchi sizni ishingizni nishalashtirayotganda Miraziz so'zini yoniga nimani assotsiatsiya qilib qo'ysa bo'ladi? Konsalt juda katta tema-da. Konsalt assotsiatsiya qilib bo'ladigan so'z emas-da menimcha. Bu chuqurda, buni ichida nishasi ko'p-ku. Bizning ish ham qaysidir ma'noda konsaltga kirib ketadi-da. Chuqurda anaqa yoniga qo'shmasangiz bo'lmaydi-da. Onlayn biznes ham juda katta. Misol, siz onlayn biznes qilishni o'rgatmaysiz, eng qizig'i. Hozir siz onlayndan klient tortib berishni, misol, yo'lga qo'yib bermoqchisiz. To'g'rimi? O'sha narsani birinchi o'rinda hozir o'zingiz mashina o'ylab chiqishingiz kerak. Hozir hamma odamga hamma narsa bo'yicha qanaqa qilib xizmat ko'rsataman, qanaqa qilib nima qilaman degan joyini yaxshilab hal qilish kerak. Nima variant bor hozir? Mana shu eng kuchli joyingiz nimada deb o'ylaysiz hozir? Mana shu klientni onlayndan o'tkazib, odamni qo'yib berishdi. Sotuv bo'limini tizimlashtirishdami? Tizimlashtirishda-da. Sotuv bo'limini tizimlashtirishda, to'g'rimi? Umumiy asosan o'zi hozirgi kunda nima uchun biz bu yo'nalishga kirib kelyapmiz? Chunki ko'pchilik tadbirkorlar SMMchilar bilan ishlashyapti-da. Bo'ldi, shu narsani qilsam mani ishim bitar ekan, men shu orqali klient olar ekanman deyishyapti. Lekin klient kelyapti ularga. Klient kelgandan keyin qaysidir ma'noda sotuv bo'lyapti, bo'lmayapti emas. Lekin qayta sotuv bo'lmayapti va bir marta ko'tarilgan rezultatga ikkinchi marta chiqisha olmayapti.
Uni sababi kelayotgan klientni o'sha tartibsiz ravishda telefonlarni o'zida kontaktlar yo'qolib ketadi, qayta qo'ng'iroq bo'lmaydi, klientni ustida ishlanmaydi. Klientskiy baza yig'ilmaydi. Klientskiy baza yig'ilmaydi. Asosan biza upori shu sotuv bo'limiga beramizki, чтобы har bitta kelayotgan klient от A do Ya tartibda tursin, чтобы ertaga u odamni nima deydi, boshqa biznesga o'tib ketadigan bo'lsa ham imkoniyati bo'lsin, u klientlariga chiqib o'sha mahsulotini taklifini berishga. Chunki birinchi marta sotib olgan odam уже само собой ishonchga kiradi, bir marta pul bergandan keyin уже ikkinchi marta pul berishi osonroq bo'ladi. Tushundim. Demak, onlayn sotuv desa, mana shu bilan assotsiatsiya qilsa to'g'riroq bo'ladi. To'g'rimi? Razborimizni ko'rayotganingizdan va bundan qanaqadir foyda olayotgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bizda shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv kurslarimiz bor. Onlayn formati, offlayn formati va bularda o'zingizga qulayini tanlab, o'qib, o'rganib, shaxsiy brendingizni rivojlantirishda chuqur foydalanib ishlatishingiz mumkin va ichida juda ham ko'p qulayliklar qilganmiz va sizni bu dastur orqali shaxsiy blogingiz bilan sotuvlaringizni oshirishga, mahsulotingiz yoki xizmatingizni sotuvini effektiv yo'lga qo'yishga yo'naltirilgan o'quv dasturi hisoblanadi va bu dasturimizga hozir sizda oldindan yozilish orqali yaxshi bonusli va qo'shimcha imkoniyatli va eng arzon narxda darsga qo'shilish imkoniyati bor. Bu darslarimizga qo'shilish va batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi mana shu videoni opisiyaniyasida link bo'ladi. Shu link orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga bog'lanib, ma'lumotlarni berib, darslarga qo'shib qo'yamiz. Rahmat, razborni davom ettirsa bo'ladi. Onlayn sotuv desa, Onlayn sotuv desa har tomonlama to'g'ri bo'lar ekan. Onlayn sotuv mana shu miras, onlayn sotuv miras. Mana shuni endi siz targetini ulab berish, videosini, komandasini qo'yib berish, productionini qilib berish, bu yerdagi sotuv bo'limini qo'yib berish, ichidagi CRM sistemasini ulab berish va mana shu umumiy protsessda nimalarni bog'lash mumkin bo'lsa, o'shani qilib beraman desangiz endi kirib ketadi. Ichiga Instagram bo'lishi mumkin, podключаться qotgan, Telegram bo'lishi mumkin, YouTube bo'lishi mumkin. Sizda mana shu komanda bor, bu narsani organizatsiya qilib berar ekan. Bu zo'r, demak tushunarli. Endi ikkinchi tomoni keladi. Buni mana miras onlayn sotuv degan nishani ushlab olasiz va bu narsa bilan o'sha odamlarni miyasida assotsiatsiya bo'lish uchun nima qilmoqchisiz? Ya'ni qanaqa qilmoqchisiz bu narsani? Hozircha ochiqchasiga qanaqa qilish bo'yicha nima deydi, konkretniy planim yo'q. Именно shu joyda qotib qolganman. Chunki agar mahsulot sotish bo'lsa, men уже bemalol ko'zimni yumib, mahsulotda sotuvli videosi bormi, uni mijozga olib kelish bormi, uni sotish bormi, u narsasida menda hech qanaqa muammo yo'q. Menda asosiy muammo mana shu narsani lichniy brend orqali, shaxsiy brend orqali odamlarga to'g'ri yetkazib berishimni qanaqa qilib to'g'ri amalga oshirsam bo'lar ekan, qanaqa qilib shu narsani qisqa va lo'nda shaklda tushuntirib bersam ekan degan eng asosiy qiyinchilik joyim ham shu nuqtada to'xtagan. Tushundim, zo'r. O'zi nima muammolar, asnoviy nima muammolar bor? Nimalarda qiynalibsiz mana shu narsani o'ylashda va ko'rsatib berishda? Kontentda. Asosan hozir kontentda. Chunki Instagramni ichki sxemasi, targetiyu, ularni lead magnet orqali mijozlarni jalb qilish-ku, ularda hech qanaqa muammo yo'q menda. Podpishchilarni ham, misol uchun podpishchik bo'lmasa ham mijozlarni pulga sotib olishi imkoniyati bor. Har bittasini pulga sotib olib qila olaman. Lekin bu menga nima deydi, vaqtinchalik mijoz beryapti. Lekin doimiy ravishda meni kuzatib, doimiy ravishda menga ishonch berib turib, ertaga nima deydi, odamlarni miyasida o'sha onlayn sotuv deganda miraz kelsin deydigan tushunchani hosil qilish uchun qanaqa qilib to'g'ri yo'nalishda kontent qilish degan narsa. Endi men shuncha paytdan beri blogimni faqat lifestyle yo'nalishida olib borganman. Shu orqali ham kimdir tanisa meni faqat live videolar orqali tanishgan, lekin shaxsiyatimni, biznesimni, даже o'zimni qilayotgan boshqa ishlarimni ham o'zimni blogimda ko'rsatmaganman-da. Tushundim. Qarang aka. Birinchi zaprosingizga javob berib ketaman. Birinchi mana shu doimiy sotuv qilishim uchun, odamlar bilan miyasida assotsiatsiya bo'lishi uchun, menga ishonishi uchun nima qilish kerak degan narsada. Har bittamiz kimdandir nimadir sotib o'tganda, asnovnoy xizmat yoki
qanaqadir o'quv kursini sotayotganimiz va qimmatroq produkt sotayotganimizda baribir sizni konsaltingingiz arzon bo'lmaydi. Arzon deganda qanaqa? $100, $200 yoki 500 ming, 1 millionlik narsa emas. Bu yerda ancha ish bor va buni qiymati shunga yarasha bo'ladi. Va bu jarayonda odam sizga sotayotgan odam ishonishi kerak. Har tomonlama ishonishi kerak. Va sizni oldingizda u odamni ishontirish uchun 3 ta eng katta zaprosingiz bor. Ya'ni men sizdan nimadir sotmoqchi bo'lsam, men sizni mana hozir taniyman. Va sizga 100% ishonaman, sizdan nimadir narsa olsam ishim bitishiga. Lekin sizni umuman tanimagan odamda zapros bo'ladi. Birinchi zapros Miraziz shaxs sifatida qanaqa odam? Ya'ni siz bilan bizni qanchalik bir-birimizga o'xshaymiz, qanchalik siz yaxshi odamsiz, fikrlashimiz qanchalik bir-biriga yaqin va sizni dunyoqarashingiz qanchalik bir-birimizga tushadi. Aytaylik, sizda zo'r, hamma narsa zo'r bo'lsa ham, mahsulotingiz zo'r bo'lsa ham, ya'ni ko'rsatayotgan servisingiz zo'r bo'lsa ham, yoki o'sha narxlari zo'r bo'lsa ham, o'zingiz zo'r spetsialist bo'lsangiz ham, agar men sizni halol ishlashingizga aytaylik, ishonmasam yoki meni ertaga chayib ketishingizga shubham bo'lsa yoki sizga shaxs sifatida menda simpatiya bo'lmasa, ya'ni yomon ko'rsam, sizga yoqtirmasam, jinim suymasa, bu yerda sotuv bo'lmaydi. Birinchi o'rinda har bitta odam sotuv qilish uchun shaxs sifatida yaxshi ko'rish kerak. Buning uchun siz o'zingizni lичностingizni ham ko'rsatib turadigan, fikrlaringiz qanaqaligi, turmush tarzingiz qanaqaligi, qarashlaringiz qanaqaligi, nimani to'g'ri va nimani noto'g'ri va qaysi tomonda ekanligingizni ko'rsatishingiz kerak. Mana shu etapda kimdir uje sizdan sotib olmaydi, kimdir uje sizdan sotib oladigan, siz bilan bir xil fikrlaydigan odamlar yig'ilishni boshlaydi. Hozir mana digital bozor mana shunaqa etapga bo'linib qolgan. Siz mana shu bo'm-bo'sh etapga kirsangiz bo'ladi. Ya'ni bizga o'xshagan marketing sferasidagi bolalar aslında yosh yigitlar. Va bizani atrofimizdagi insonlar ham yoshlar, ko'proq yoshlar. Mana bu 30, 35, 40 yoshdagi, sizlarni yosh va sizlardan tepa 30 dan 40 gacha bo'lgan segmentdagi auditoriya bilan bizani gap ko'pincha holatda mana 20 yoshli, meni gapim endi tushiradigan bo'lib ketgan. 20 yoshli aslında bizani sferadagi bolalarning gapi tushmaydi. Xohlayotgan narsasini yetkazib ham bermaydi, simpatiya ham bo'lmaydi odam, yosh bola-ku degan ma'noda qaraydi. Sizda xuddi shu narsa bo'ladi, u odamlar bilan kommunikatsiya o'rnatishga va fikringizni u odam pozitsiyasida yetkazib bera olishga. Faqat o'sha yerda o'zingizni dunyoqarashingizni, qilayotgan ishlaringizni yaxshi ochib berishingiz kerak. Bu birinchi ishingiz. Ikkinchi savol keladi, undan keyin Miraziz qanchalik darajada spetsialist bo'ldi? Aytaylik, sizni menda siz bilan anaqa uyg'ondi, simpatiya uyg'ondi. Men siz bilan bir xil odam ekanmiz, qarashlarimiz bir-biriga o'xshas ekan, bitta yo'ldamiz. Ikkinchi etapda bu sizdan sotib olishimga yetarli emas. Ikkinchi etapda siz qanchalik gapirayotgan gapingizni qilib berishga aqlingiz yetadi degan menda zapros bor. O'shani siz yopishingiz kerak. Buni xohlang bu yerda kontent bilan yoping, xohlang u odam bilan uchrashganda yoping, xohlang ishini qilib berib yoping. Lekin bu zapros yopilmaguncha u odam sizdan sotib olishi, sizga pul to'lashi qiyin. Uni ko'rsatish uchun endi nima qilasiz? Siz hozir mana sizni kontentingizni ko'ryapman. Bu yerda основной mashtani podkastni ko'rayotgan odamlar profillariga kirib eskiroq agar videolarni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Sizni hozirgi holatdagi kontentingiz onlaynga o'tkazsangiz bo'ladi, avtomatlashtirsangiz yaxshi bo'ladi, bu yoqdan boshqarasiz, bu yoqdan boshqarasiz. Deyapsiz, lekin spetsialistligingizni ko'rsatib bermayapsiz. Ya'ni qanaqa qilib bu etapga keldingiz? Qanaqa qilib bu narsani tizimlashtirib beryapsiz? Qaysi korxonani o'zi tizimlashtirib berdingiz? O'zingizning korxonangizda mana shu onlayn sotuvni qanaqa yo'lga qo'ydingiz? Nima ish ketyapti bu yerda? Qanaqa qilib ketyapti? Qanaqa qilib klient tushyapti? Qanaqa qilib pul aylanyapti? Misol, CRM ga tushayotgan pullar qanaqa, CRM qo'yilsa o'zi komanda qanaqa ishlaydi degan savollar bor va siz o'zi bu narsalarni qilib bo'lgansiz. Va bu etapdagi o'sha qilgan ishlaringizni, qaysi klientga qilib berganingiz, o'zingiz ishxonangizda qilgan farqi yo'q. Ko'rsatib, mana meni klientda ham bunaqa qiluvdi, mana bunaqa soda bo'ldi. Bu odam do'konda o'tiruvdi, bu odamga mana tochkalarni qildudi, sotuv yo'lga qo'yib berdi. Onlaynga o'tish mana shunaqa bo'ladi degan sizda kontent kerak. Endi uchinchi savol keladi. Sizni servisingiz qanchalik dostupniy va o'sha narxiga mos. Mutaxassisligingizni ham ko'rdi, bo'ldi. Okey, zo'r. O'zingizni lичностingizga ham anaqa keldi. Okey bo'ldi. Bu ikkita ptichka bo'ldi, lekin uchinchisi ham ptichka bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda baribir sotuv bo'lmaydi. Siz taklif qilayotgan xizmat so'rayotgan narxga mosmi?
siz taklif qilayotgan xizmatni xohlayotgan odamga o'sha berish jarayonida hech qanaqa muammo bo'lmaydimi? Siz pul olgandan keyin yo'q bo'lib qolmaysizmi? Siz ishlatayotgan o'sha sistemangiz to'g'ri o'sha tizim ishlayaptimi va mani qanchalik o'sha muammoyimga yechim bera olasiz, menga qanchalik qiymat bera olasiz, imindi mana shu sizdan sotayotgan ishim doirasida degan mahsulotingiz haqidagi menda zaproslar bor, katta zaproslar bor. Endi ularni yechishingiz kerak. Uning uchun siz balki Instagramda podxod qilasiz, balki kontent qilasiz, balki portfolio uchun alohida bitta Instagramda profil qilib qo'yishingiz mumkin. Balki u odam bilan uchrashib gaplashasiz, balki yana boshqacharoq YouTube'ga qaysidir kattaroq video qilasiz. Mana shu narsani o'ylashingiz kerak. Qanaqa qilib mana shu klientni men xizmatim haqidagi ma'lumotga, xizmatim haqidagi savoli yopilishiga, unda meni servisimdan shubhasi qolmasligiga va u ko'proq qiymat olishiga offer tayyorlasam bo'ladi degan narsani o'ylashingiz mumkin. Va bu narsani o'sha o'zingizning kontentlaringizda ko'rsatib amalga oshirasiz. Bu yerda eng zo'r ishlaydigani sizdan sotib olgan odamlar. Ya'ni kimlarga xizmat qilib berdingiz, kimlarga o'zingizning mahsulotingizni sotdingiz, kimlarga mana shu anaqani avtomatlashtirib berish, ya'ni onlayn sotuvini yo'lga qo'yib berdingiz degan bitta misol portfolio qilib turib o'sha odamga bersangiz, mana bu odamlarga mana shu narsani qilib berganman. Bemalol ulardan misol anaqa olishing mumkin, otziv olishing mumkin va xohlasang senga ham qilib beraman mana shu narsani degan qarorni o'ziga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, уже ana odamni tanlov boshqacha bo'ladi va pul tikishdan uncha-munchaga qo'rqmaydigan holat bo'ladi. Tushundim. Qo'rqmaydigan holat bo'ladi. Endi shu narsani qilish jarayonida nima muammolar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Nima qaysi joyida qiynalyapsiz? Qiynalayotgan joyim yana endi bu umumiy endi infobiznes deb oladigan bo'lsak, endi baribir konsaltingga men umumiy ijtimoiy tarmoqda sotish mo'ljal qolman bu ham qaysidir ma'noda tochkasi infobiznesga kelib taqaladi deb o'ylayman. Yani qanchalik to'g'ri bu narsa, qanchalik noto'g'ri u ham noma'lum. Boshida hozir faqat xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, infobiznesga kirmaydi bu. Faqat o'zingiz borib, komanda bilan borib, sotuv bo'limini qurib berib, aytaylik o'sha Bitrix ishlasa Bitrixini yoki Amod ishlasa o'shanisini qo'yib berib, ulab berib, sotuvchilarini o'rnatib berib, zapislar yoziladigan qilib berib, klient kelishini avtomatlashtirib beryapsiz. Misol targetlar bilan boshqalar bilan profil paydo bo'lishini, videolar olinishini, ishxonasi ko'rinishini qilib beryapsiz. Tizimni qurib berishingiz infobiznes emas, bu servis. Bu xizmat ko'rsatish. Ertaga buni keyin tadbirkorlarga o'sha odamlarni o'ziga qanaqa qilishni o'rgatish yo'lga qo'ysangiz, ana bu keyin infobiznesga aylanadi. U ham planda bor, lekin hozir etapma-etap men nimani ko'ryapman, o'zi bu sohaga именно bu yo'nalishga kirishimdan asosiy maqsadim yon atrofimdagi tadbirkorlarni zaprosi bo'lyapti. Chunki ular menga o'xshab turib, har bitta teshikka o'zini urib ko'rib, hamma narsani qilib ko'rib, praktika orttirmagan, yetarlicha bilimi ham yo'qda. Men o'sha narsalarni nima deydi, ko'p o'zi anaqalarda xizmat ko'rsatadigan konsaltinglarni anaqa qilganimda, research qilganimda nimani ko'rdimki, siz aytganingizdek yosh biznesga kirib kelganiga 1-2 yil bo'lgan, stikovka qayerda ketyapti, tadbirkor bilan gaplashayotganda, tadbirkor realniy nima deydi, masalani tochkasiga qaraydi, realniy anaqaga gapga ishonadi. Oldingizga kelayotgan spetsialist birinchidan yosh, ikkinchidan aytayotgan narsasi ko'pincha holatda kitobdagi narsani aytadi, o'rgangan narsasini aytadi. Po faktu bu narsalar ishlamasligi mumkin. Shu joyda tadbirkor bilan spetsialistni tiliga to'g'ri kelmayapti. Menda nima bo'lgan? Men shuncha yildan beri o'rganib, har bitta narsani bilgan, mentorliklarda o'qib, kurslarda o'qigan narsamni boshqalarda emas, balki o'zimni bizneslarimni qo'llab turib, o'zimni bizneslarimni birinchi hammasini do'ya yo'lga tushirib olganimdan keyin men bu opitlarni olganman. Endi hozir bu narsaga endi kirib kelyapman men. Birinchi savdolarni qilishim uchun ham siz portfolio deyapsiz. Portfolioni men o'zimni bizneslarimni case qilib ko'rsatyapman. Birinchi o'rinda. Chunki bu ham menga qanaqadir unikalnost beryapti. Chunki men bemalol uveren tadbirkor bilan gaplashganda aytaymanki, aka,
man bu narsalarni falonchi firmalarga qo'yib berib turib mana bunaqa rezultatga olib chiqqanman demayman. Man o'zimni ishlab turgan firmalarimda o'zim ishlatib o'zim daromad olayotgan korxonalarimda mana shu sistemalarni qo'llaganman. Mana shu orqali menda hozir mana bunaqa sistema ishlayapti degan narsalarni tushuntirganimdan keyin birinchidan u odamlar mani yaxshiroq bilyapti, menga ishonch berishi yaxshiroq bo'lyapti. Ikkinchidan bu amaliy tajribani o'zimda sinab ko'rganim uchun ham bu zo'r qo'l kelyapti. No hozirgi kunda case sifatida faqat o'zimni biznesimdan boshqa bizneslarni nima deydi ko'rsatishim sal qiyinroq, sababiki men hali bu narsani endi mijoz olyapmiz. Hozir 2-3 ta proyektlar qilinyapti, lekin 2-3 ta proyektgacha bo'lgan etaplar ham bor-ku baribir. Albatta. Sizni tushundim aka. Hozir qarang. Ishingizni matematikasini sanab ko'rdingizmi hech? Masalan, misol mana bu ishni bekorga qilmayapsiz. Qanaqadir maqsad bo'ladi, qanaqadir vaqtda nimadir natijaga chiqishingiz kerak. O'sha natijaga chiqishingiz uchun hisob-kitob nech pul qanchadan nech pulga chiqaman va unga qanaqa chiqaman degan narsani hech sanab ko'rdingizmi? Agar o'sha narsani ochuv eta olmayman desangiz, orqam achasiga kelamiz. O'sha ishni qilishingiz uchun nima qilishingiz kerak degan joyga kelamiz. Kelishdingmi? Ayting. Hozir mana birinchi 1 yillikda nech pul rezultatga chiqmoqchisiz va keyingi 2 yillikda, 3 yillikdagi rejalaringizni ayting. Endi birinchi 1 yillikda emas, birinchi 6 oylikda anaqa qilaylik, chunki men 6 oy qilib keyingi 6 oyligida deylik. Hozir mana taxminan 6 oy bo'ldimi bu ishga kirganingizga? Yo'q, endi 3-oy ketyapti. 3-oy ketyapti. Yaxshi. Hozir qanaqa ishladingiz? Hozir birinchi salafanka, o'zimni tanishlarim, har bitta o'sha so'rayotgan odamlarni o'ziga o'zim birma-bir aloqaga chiqib turib, o'zimni xizmatimni taklif qildim. Qiziqqanlarga MVP ketyapti ko'proq, to'g'rimi? Ko'proq sinov ketyapti. Ko'proq sinov ketyapti. Keyingi 6 oyda nechta odamga xizmat ko'rsatmoqchisiz, aynan onlayn sotuvini yo'lga qo'yib berish bo'yicha? Keyingi o'zi bir oy ichida maksimum 10 ta proyekt, 6 oyda 60 ta proyekt bo'ladi. Bu narsani men uzoq ham doim xizmat ko'rsatish yo'lida yurmoqchi emasman. Men keyslarni qilib olib turib, hamma korxonalarga anaqa qilib turib, o'zimga background yig'ib olganimdan keyin bu narsani tadbirkorlarga o'zlarini qo'li bilan qilish, o'zini qo'li bilan o'qitish yo'lini qilmoqchiman. Sababiki biza boryapmiz, hozir MVP davomida shu narsa chiqib kelyaptiki, men boryapman, korxonaning ichiga kiryapman, sistemasini qo'yyapman, hamma narsasi yaxshi ketyapti. Bizada srok bor, 1 oy ichida adoya hammasini sotuvgacha qilib beramiz deyilgan. Men borimda sotuv men berayotgan kutuvlarga chiqyapti. Lekin men chiqib ketganimdan keyin u sotuvlar suslashyapti. Sababi nimada? Sababi tadbirkor o'zini tajribasi yo'qligida. Bu boshqaruvni bilmayapti. Ikkinchisi o'sha o'tda внутренний oyligini bera olmagan, boshqa qila olmagan. Tushundim. Bitta servisingiz nech pul turadi o'rtacha? O'rtacha 6000. O'rtacha 6000, o'sha 1 oy, 2 oy, 3 oy vaqt ketsa ham o'sha narsani qilib berishga mana shu narx 6000 1 oy muddat olamiz. 1 oy ichida to'liq tizimini yo'lga qo'yib berasiz demak. Tushundim. 6000 bo'lsa 60000, 6 kere 6 necha bo'ladi? 36. 360 000 bu yoqda o'sha ishlanishi kerak bo'lgan. Demak, anaqa bor. Bu yoqda bu albatta hali taqribiy va bu оборотda o'zi ichki rasxodlar buning ichiga kirmagan. Jamoa ishlashi va u yoqdagi tashkiliy ishlar taxminan menimcha 50-60% o'zi xodimlarni o'sha yerda komandan rasxodiga ketsa kerak. Tushundim. Endi undan keyin aytaylik 6 oy anaqa qilib berdingiz. Undan keyin 6 oy ichida 60 ta odamga servis ko'rsatdingiz, keyin dars berishga o'tmoqchisiz. Unda nima bo'ladi? Keyingi 1 yillikda aytaylik dars berish bilan shug'ullanyapsiz. Deylik, darslaringiz offlayn bo'ladimi birinchi yili? Offlayn bo'ladi. Offlayn bo'ladi. O'sha destuyishni o'sha vaqtda o'zida o'sha narsani hamma tadbirkorlar qilishadi. Nechta odam taxminan o'qita olmayman deb o'ylayapsiz va darslaringiz qanchadan bo'ladi deb o'ylayapsiz taxminan? Birinchi o'qishga birinchi 6 oylikda 2,5 oy davom etadi. 2,5-3 oy davom etadi. 3 oy deylik. 3 oy deylik. To'liq tizimni qo'yib ishlatishga. O'zini qo'li bilan qilgani uchun 3 oy muddat olinyapti. Endi bizda tajriba bo'lgani uchun hamma narsani tez qilib tashlaymiz, 1 oyda ulguramiz. Tadbirkor o'zi 3 oy ichida hammasini aniq qiladi. O'qitadiganlarni maksimum 20 ta 25 ta.
20-25 ta 3 oyda 20-25 ta odam jalb qilmoqchisizda. Yo'q, oyiga. Ha, birinchi anaqani o'zida 20-25. 20-25 ta. Hali bular ham baribir taxminiy sonlar. Ha. Narxlarini o'ylamadingizmi? Narxlari ham примерно 2,5 ming atrofida, 2,5 ming atrofida. Xo'p, 2,5 mingdan bo'lsa, 10 tasi 25, 70 mingli taxminan 70-75 mingli atrofida bu yoqda pul bo'ladi. Tushundim. Va keyingi 6 oyda ham agar shunaqa rezultat qiladigan bo'lsangiz, bu yerda 2x agar ko'paytirganingizda ham 150 ming atrofida endi anaqa qilsa bo'ladi. Tushundim. Endi qarang, bu yerdagi matematikasi alohida tema. Sizda bizada sizni keyingi 1 yillikda hozir qilishimiz kerak bo'lgan ish, keyingi 1 yillikda sizga 150 ming plus minus 500 minglik aylanmani o'zingizni Instagramingiz orqali topish yo'lga qo'yishimiz kerak, konsalting servisingiz orqali. Endi birinchi o'rinda sizga 60 dona klient kerak, oyiga 10 tadan klient to'g'ri kelayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda boyagi aytganimdek spetsialistligingizni ko'rsatish, lичностingizni ko'rsatish va mahsulotingizni rezultatini ko'rsatish bilan bu narsani boshlashingiz kerak. Lekin boshidan aytaman, agar servisingizni yaxshi qilib bera olmasangiz, mana bu yoqda uzoq muddatda o'sha o'quvchilar ham ola olmaysiz. Sizni keyingi klientlaringiz ham bu odamga mana bu xizmat mana sandan olgan ekan, mana qilib bergan ekan degan joyda agar sizdan yaxshi rezultat olmasa, bu narsa bo'lmaydi. Sizni planingiz bo'lishi kerak. Kontentlar orqali o'zingizni spetsialistligingizni, lичностingizni zo'r qilib ko'rsatib yo'lga qo'yib berish, mutaxassisligingizni maromida yetkazib berish va mahsulotingizni yaxshi ochib berish. Undan keyin уже o'qitishga o'tsangiz bo'ladigan holat bo'ladi. Faqat endi bu yoqdagi основной muammo hozir kontentlaringiz juda ham sohaviy bo'lib ketib qolyapti va bu blogingizni o'zida Instagramingizni yana yuritish kerakmi, yo'qmi degan bu yerda katta anaqa bor, zapros bor. Shunga nima deysiz? Bu Instagrammi yoki bu Instagramni qo'yib turib boshqa profil ochish? O'shani aytyapman. Mana shu narsani tashkillashtirish etapida nima deb o'ylaysiz? Mana shu yerda ishlashingiz kerakmi? Mana shu o'zida ko'rsatishingiz kerakmi va qanaqa podxod qilishingiz kerak? Endi bu yerda o'zi yana boshqa profilim ham bor. Bu narsani ham o'ylayapman, chunki hozir kelayotgan подписчикlarni endi men siz darsingizni o'qiganimdan keyin loyalniy auditoriya degan narsalarni tushunganimdan keyingina bu narsalar kelib chiqyapti-da menda. Hozirgi paytda mening prosmotrlarim uncha ketmayotgan bo'lsa ham, lekin qanaqadir miqdorda уже menga целевой auditoriya qo'shilishni boshlayapti. Lekin men ularni sanolmayapman. Chunki bu yoqda 88 mingta obunachim faqat live bo'yicha o'zi rekomendatsiyaga chiqib ketgan videolarimdan yig'ilib qolgan. Endi menda hozir shunaqa tushuncha ham paydo bo'lyaptiki, yangi profil hammasini misol uchun endi ichiga kirganingiz sari nima deydi, boshqatdan boshlash уже kuchli bo'lyapti, qo'rqmayapman undan. Zo'r, tushundim. Endi baribir ishda-yu ham qarang, zo'r podxod qilsa bo'ladi. Hozir mana bu yoqda eski 4 yil, 5 yildan beri agar auditoriya yig'ilayotgan bo'lsa, ko'p odam bor va bu yoqda hozir ishlaydigan bo'lsangiz, bardak bo'lib ketishi, spetsialistligingiz bilan bu yoqda ish qo'shilib ketishi mumkin. Men o'rningizda bo'lganimda podxod qilardim. Bu yoqda lichniy уже boyigi shaxsiyatingizni ko'rsatish bor-ku, shaxsiyati bir-biriga to'g'ri keladimi, yo'qmi, o'zi qanaqa hayotda yashayapti degan joyini ko'rsatishga mana shu yoqda kontentlarni davom ettirish, fikringiz, dunyoqarashingiz, qayerga boryapsiz, kim bilan uchrashyapsiz, qaysi davlatga ketyapsiz, yana shunga o'xshagan qanaqadir kontentlarni bu yoqda qo'yyapsiz. Spetsialistligingizga aloqador kontentlarni naryoqdagi yangi profilingizda qilyapsiz. Yangi profilingizni oti nima edi? Miraziz Sultonov. Mana. Mana shu profilingizda spetsialistligingizga aloqador kontentlarni qilyapsiz. Mutaxassisligingizga aloqador. Qaysi proyekt bilan nima bo'ldi, qanaqa voqea bo'ldi, qaysi klient bilan uchrashganingizda nima bo'ldi, qayerga nima o'rnatib berdingiz, o'zi nimalar o'rnatib berasiz? Misol siz Bitrixda ishlayapsizmi yoki Amod ishlayapsizmi, sotuvchilarni qanaqa qo'yib beryapsiz, qayerda qanaqa ish ketyapti,
и так далее. Bu yoqda уже prosmotrga ishlashi shart emas. Plus mana bu yoqda ishlayverasiz, основной katta profilingizda ishlayverasiz-da, qilayotgan ishlaringizni storiesda и reelslarda u yoqqa отметка ham qilib ketaversangiz bo'ladi. Bu yoqda loyalniy auditoriyangizni qanaqadir sizdan sotib olishga potensiali bor odamni tirs etib u yoqqa o'tkazib yuborib, u yoqda sizni specialistligingizni ko'rsatish imkoniyati bo'ladi. Bu yoqda o'sha live bo'yicha. Bu yoqda live bo'yicha prosmotrni zo'r uring, bu yerda yuzni taniting. Baribir axvat kerak odamlarga, mana shu narsa anaqa bo'ladi. Nima deydi? Son baribir ahamiyatga ega. Qancha ko'p sizda axvat bo'lsa, qancha ko'p vнимание sizda bo'lsa, shunchalik odamlar sizga qiziqishi, sizda potensiali уже paydo bo'lishi boshlaydi. Plus sizda katta afzallik bo'ladi, boyagi servisingiz ichiga o'zingizni blogingizda qanaqadir reklamani qo'yib beraman. Mana shu menimcha narxga olsang, men senga 2 ta reels qilib beraman 1 oylik anaqamizdan ichida. Va mana shu narsani sana biznesingiz yurishiga, bu ham bitta yordam beradi sizni biznesingiz yurishiga deb klientingizga qiymat qo'shsangiz bo'ladi. Bu bitta joy. Endi mahsulotingizni qanaqa ochib berasiz? O'tda уже katta informatsiya juda zerkarli bo'ladi. U narsani to'liq mahsulotga nisbatan doveriyani ochishga, to'liq Instagramda podxod qilish ozgina qiyin. Bunga eng zo'ri o'zi uchrashganda gaplashish. Undan tashqari uchrashuvgacha kelayotgan klient hamma zaproslariga javob olish uchun YouTube'ga qanaqadir katta videolar tayyorlab, ishga boryapsiz, produktni o'rnatib berdingiz, nimadir savdolar bo'ldi, mana 0 holatda edi, Bittrex ishlayotgan, 1 oydan keyin qanaqadir challenge bo'ldi, boshqa bo'ldi-da, YouTube'ga faqat mahsulotni rezultatini ko'rsatadigan profil qilib qo'yasiz. O'shanda bu hozir aytayotgani hammasi tez bo'ladigan narsalar emas. YouTube'da profilingiz ishlayapti, aytaylik, o'tda ba'zi yig'ildi yarim yil. Instagramda mana bu yangi akkauntingizda specialistligingiz bo'yicha kontentlar yig'ildi, o'tda klientlaringiz, yana boshqa xizmat ko'rsatgan joylaringiz, qilib bergan ishlaringiz bo'yicha, o'zingizni yana biladigan narsalaringiz bo'yicha yana o'tda ba'zi yig'ildi. O'tda ham aytaylik yarim yil. Mana bu blogingizda yana va axvatlaringiz zo'r ketyapti. Bu yerda ham o'sha bitta katta baza bo'lyapti va vaholanki oxir oqibatda uslugani sotaman desangiz ham, keyinchalik o'quv darslaringizni sotaman desangiz ham, o'zingizda ham sotuv kanallari ko'payadi. YouTube'dagi anu videongizni oxiriga qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Bu yoqdagi specialistligingizga aloqador yangi akkauntingizda ham yana bitta o'sha e'lon qilib yuborsangiz bo'ladi. И live profilingizda ham yana e'lon qilib yuborsangiz bo'ladi. Qaysidir o'quvchilarni yig'ish uchun ham, qaysidir xizmatga odam olish uchun ham. Shunda lichniy kontentlaringizni, mana bu yoqda prosmotringiz va eski auditoriyangiz shuncha yildan beri yig'ayotgan odamingizni ham yo'qotib qo'yish ahmoqlik. Bularni to'liq u yoqqa o'tkazib yuborish. Bularni o'sha kontent bilan davom ettiraverasiz. Yangi profilingizni, spetsialistligingizga aloqador kontentlarni u yoqqa bosasiz. YouTube'ga mahsulot haqida, ya'ni servisingizni amalga oshirish jarayonida bo'layotgan temalar, o'tdagi jarayonlarni ko'rsatadigan bitta kontentlar qilasiz. Sizdan o'zi qanaqa ishing deganda, nimalar qilib beryapsan deganda, klientga bitta YouTube'ingizni linkini tashlash orqali sizdan umuman servisingizdan anaqasi qolmaydigan, savoli qolmaydigan etapda uni maqsadi shu bo'ladi. Tushundim. Shunaqa qilib yuritganingiz menimcha yaxshiroq. Zo'r ideya berdingiz. Hozir menda o'zi 88 mingtani ham jertovit qilib yuborish endi mayli deyotgandim, чтобы ishim to'g'ri bo'lsin, xatoyim bo'lsin deb, hozir neytralniy решение bo'ldi-da, hozir. Ham qovam kuymaydi. Ham qovam kuymaydi anaqa bo'ldi. Live profilni o'zimda live ketaveradi. Spetsialistligiga oidda alohida hamma anaqani endi bizning asosiy zapros bor. 360 mingtani 60 ta klientni yig'ish uchun bizga nechta axvat kerak degan joyi bor. O'rtacha nechta o'zi prosmotr bor. Nechta prosmotrga nechta klient kelyapti, nechta sotuv bo'lyapti. O'zi organika bo'yicha bilmayman, target bo'yicha bilaman. Nechta zaprosga nechta sotuv bor target bo'yicha agar ishlaysiz? Target bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, hozir aytaman sizga. Men misol sanayman aka. Mana bizning offline darslarimiz bor. Offline darslarimizga link beraman. Aytaylik, bu oxirgisida 1000 tacha odam registratsiya qildi. 1000 ta odam ichidan men o'sha filtr qilib chiqqanimda taxminan 100 kishida potensial bor. Bizani o'sha darslarimizga qatnasha olishga, ya'ni moliyaviy tomonlama va biz bilasiz filtr qilib olamiz, hammani darslarga olmaymiz va o'sha odamlar qo'shilishga do'stupi bor ekan, faoliyati bilan o'rganib chiqqanman. Va men bilaman o'rtacha statistikamni, men o'zim agar gaplashib chiqsam, ya'ni birga bir suhbat qiladigan bo'lsam, u odamlar bilan yana o'sha ikkinchi etapdagi filtr o'tkazadigan bo'lsam, o'rtacha 3 tadan 2 kishiga sotaman.
Ya'ni 3 tadan 2 kishi bizda mijoz bo'lib qoladi. Va buni minimum 50 ga 50 qilib olganimizda 100 ta odam bilan agar gaplashsam, menda 50 ta klientim bor degan menda raqam bor. Chunki bu o'sha deyarli 1,5 yildan beri mana shu statistika takrorlanib kelayotgani uchun bizda data bor va men etil o'quvchilarimiz sonini nechta qilmoqchi bo'lsam, o'shani 2x ko'proq lit olsam bo'ldi, men zaprosim yopiladi degan menda data bo'lgani uchun o'shanga qarab yuraman. Sizda ham shunga o'xshagan data kerak bizga. Hozir klientingizni sanashimiz uchun qanaqa potensialda ishlashni tashkillashtirish. Kuniga $50 dan yoqqanimda 2 kunda $100 bo'ldi. 2 kun yoqilindi. $100 ga menda 300 ta подписчик keldi. 300 ta подписчикdan 7 ta lit keldi. 7 ta litdan ikkitasi qanaqa keldi ular? U подписчикlar lead magnetdan keldi. Lead magnetga yo'naltirilgan, YouTube'dagi videoga. YouTube'dagi videoga. Tushundim. Zo'r. 7 ta lead keldi. Xo'p, ular bilan 7 ta leaddan hozir ikkitasi potensial. Nechtasi bilan gaplashdingiz? 7 tasi bilan gaplashdik. 7 tasi bilan offline ko'rishib gaplashdingiz. Yo'q. Onlayn zoom qilib gaplashdingiz, onlayn zoom qilib gaplashdik. Onlayn zoom qilib gaplashdingiz и 7 taga bitta. 7 taga 2 ta. 7 taga 2 ta bo'lsa, 14 taga 4 ta, 21 taga 6 ta. 21 taga 6 ta. Sanash sal qiyinroq. Yo'q, hozir bu narsalar taqribiy ketib qoladi. Ha, bu narsalar hozir baribir MVP da, bu nima deydi, точный raqamlar emas bu narsalar. Hozir men misol uchun 2 kun $100 ga yoqib ko'rganimman bu test. Men ertaga o'sha $200 dan 4 kun yoqib ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'ladi? Agar shu effektivnostini solishtirib. agar shu son ko'payadigan bo'lsa, misol uchun 14 taga ko'payadigan, 16 taga ko'payadigan bo'lsa, bo'ldi, menda o'sha konkretniy matematika kelib chiqadi. Shu orqali anaqa qilib, plus meni lead magnetim hali to'g'ri ishlayaptimi, noto'g'ri ishlayaptimi degan narsa ham bor. Qanchalik effektiv ishlayapti? Balki 7 tadan ko'proq lead olish mumkin edi. Demak, hozir siz buni tezroq unda test qilib, soningizni chiqarishingiz kerak ekan, o'sha soningiz bo'yicha bu yerda o'zingizni ham ishingizni tizimli qo'yib qo'yishingiz kerak ekan. Raqamni chiqarib olsangiz, menimcha lead olib menimcha ishlashim uchun mana bunaqa menga kolleksiyada odam kerak ekan, bularni men bu yo'l bilan menimcha axvat bilan o'sha chiqaraman degan ishni qilishingiz kerak ekan. Demak, hozirgi endi sizni keyingi ishingiz sonlaringizni aniqlashtirish. Nechta klient hozirgi mana lead magnetingizdan ikkitasi baribir hali anaqa bo'lmagan, sotuv bo'lmagan. Sotuvini sanab turib, botdagi raqamlaringizni chiqarib ishlash. Va bu yoqda ko'pincha holatda raqamdan ko'ra effektivnostdan muhim bo'ladi. Misol bizda hozir menda ko'p endi opitda bo'lgan 100 ta dona lead olib turib ham ulardan 50 tasiga sotuv yaxshi qilgan sotuvimiz ham bo'lgan. 1000 ta lead olib turib ularga sotolmagan, 30 tasiga ham sotolmagan yoki juda qiyin bo'lgan 50 taga chiqishimiz yoki 100 ta qilishimiz juda qiyin bo'lib 10 barobar ko'p lead bo'lganda undan 2 barobar yaxshirogina rezultat qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun o'tda lead qanchalik effektiv tushayotganiga ko'proq fokus berib harakat qilishingizni tavsiya qilaman. Demak, men blogingizni live'da qoldirasiz, u blogingizni, yangi blogingizni spetsialistingizga yo'naltirasiz. YouTube'da mahsulotingiz haqida video qilasiz va raqamlaringizni sanab, budjetingizni, axvatingizni o'shanga yo'naltirasiz, okey? O'zi matematikadan ham ko'ra menda shu kontent masalasi juda ham muammo edi boshida aytganimdek, lekin hozir zo'r yechim berdingiz, lekin ham unisi, ham bunisi o'sha narsadan nima deydi? Ikkita yo'l turibdi, qaysi biriga yursam ekan deb turdim, o'rtada yo'l bor edi, bundan ko'rsatib qo'ydingiz-da. Zo'r. Kontent ko'proq qurish kerak. Hozir songa ishlash effektivroq bo'ladi. Ya'ni bir kunda bitta emas, 2-3 ta ham bemalol chiqaravering. 2-3 tasi ham bemalol ketadigan mana shunaqa hozir zamon Instagramda mana shundan foydalanib olish kerak. Bo'ldi. Okey, rahmat. Yana jarayonni ko'ramiz, qanchalik effektiv ishlayotgan. Rahmat. Rahmat sizga. Razborimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishga chuqur kirishmoqchi bo'lsangiz, bizda to'liq kurs bor. Hozir oldindan eng yaxshi narxda va eng yaxshi bonuslar va qo'shimchalar bilan darsga qo'shilish imkoniyatingiz bor. Batafsil ma'lumot olish va darslarga qo'shilish uchun videoning tagida link bor. Shu link orqali nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.